Bugun men sizlarga avgust oyida pensiya jamg'armasi bilan bog'liq juda muhim masalani tushuntirib bermoqchiman. Bu ma'lumot faqat pensionerlarga emas, pensiya yoshiga yaqinlashayotganlarga. Nogironlik pensiyasi yoki boquvchisini yo'qotganlik nafaqasi olayotgan oilalarga, shuningdek ota-onasining pensiya ishlarini yuritib berayotgan farzandlarga ham tegishli. Chunki ko'pchilik pul kelgan kelmaganini ko'radi. Lekin nega aynan shuncha summa tushganini, qayta hisob kitob bo'lganmi, qo'shimcha to'lov bormi, qarzdorlik yoki ushlab qolish bormi, bularni tekshirmaydi. Men sizdan iltimos qilaman. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling va videoga like bosing. Chunki bunday ma'lumotlar vaqtida eshitilsa, odam o'z pulini, o'z huquqini va o'ziga tegishli imtiyozni yo'qotmaydi. Bugungi mavzu juda oddiy ko'rinsa ham, aslida har bir oilaga bevosita ta'sir qilishi mumkin. Avgust oyida pensiya jamg'armasidan keladigan yoqimli syurpriz nimadan iborat bo'lishi mumkin? Kimlar qo'shimcha summa olish ehtimoli bor? Kimlar albatta tekshirish kerak va qaysi holatlarda odam beparvo bo'lsa o'ziga tegishli pulni kechiktirib oladi? Avval qanday edi? Ko'p yillar davomida pensiya masalasida odamlar asosan bitta narsaga odatlangan edi. Har oy belgilangan sanada pensiya kartaga tushadi yoki pochta orqali beriladi. Odam shu summani oladi, sarflaydi, keyingi oy yana kutadi. Lekin pensiya miqdori qanday hisoblangan? Ish staji to'liq kiritilganmi? Oylik ma'lumotlari to'g'ri olinganmi? Ustama yoki qo'shimcha to'lov berilishi kerakmi? Bularni ko'pchilik so'rab surishtirmagan. Endi vaziyat o'zgaryapti. Hozir pensiya tizimida raqamlashtirish kuchaydi. Ma'lumotlar elektron bazalar orqali solishtirilmoqda. Fuqaroning ish staji, ish haqi nafaqa turi, imtiyozlari va boshqa asoslar qayta tekshirilishi mumkin. Shu sababli ayrim pensionerlarda pensiya miqdori qayta hisoblanishi, avval hisobga olinmagan ma'lumotlar qo'shilishi, ba'zi to'lovlar avgust oyida yoki avgustdan boshlab yangilangan tartibda kelishi mumkin. Men buni yoqimli syurpriz deb atayotganimning sababi shuki, ayrim odamlar o'z kartasida odatdagidan ko'proq summa ko'rishi mumkin. Lekin men darhol aniqlik kiritaman. Bu hamma uchun bir xil miqdorda beriladigan sovg'a degani emas. Bu avvalo fuqaroning pensiya hujjatlariga, avvalgi hisob kitoblariga, ish stajiga, oilaviy holatiga, pensiya turiga, imtiyozli maqomiga va qonunchilikdagi o'zgarishlarga bog'liq. Masalan, bir pensioner har oy 1.200.000 so'm olib yurgan bo'lishi mumkin. Agar uning avval bazaga kiritilmagan 3 yillik ish staji topilsa yoki ish haqi ma'lumotlari to'g'rilansa, pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Natijada uning pensiyasi 1.320.000 so'mga chiqishi mumkin. Agar qayta hisoblash o'tgan oylar uchun ham tatbiq etilsa, unga bir martalik farq summasi ham tushishi mumkin. Ana shu farq odamga kartada qo'shimcha pul ko'rinishida keladi. Nogironlik pensiyasi olayotgan fuqaroning nogironlik guruhi bo'yicha ma'lumotlari yangilangan bo'lishi mumkin. Tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi ma'lumoti elektron tizimga to'g'ri tushgach, to'lov miqdori o'zgaradi. Ba'zida odamning hujjati bor, lekin ma'lumot tizimda kechikib aks etgan bo'ladi. Shu kechikish bartaraf etilganda fuqaro qo'shimcha to'lov olishi mumkin. Men birinchi navbatda shuni tushuntirmoqchiman. Pensiya va nafaqa masalasida pulning o'zi kelib qolishiga to'liq ishonib o'tirish to'g'ri emas. Tizim avtomatlashtirilmoqda, lekin bazadagi ma'lumotlar har doim ham ideal bo'lmaydi. Ayniqsa eski yillarda ishlagan odamlarning ish staji, kolxoz, sovxoz, korxona, zavod, maktab, shifoxona yoki boshqa tashkilotlardagi mehnat faoliyati hujjatlarida turlicha saqlangan bo'lishi mumkin. Kimlar alohida e'tibor berishi kerak? Birinchidan, yaqinda pensiyaga chiqqanlar. Pensiya tayinlangandan keyin dastlabki oylarda hisob kitobni tekshirish juda muhim. Chunki ayrim hujjatlar keyinroq yetkazib beriladi. Ayrim ma'lumotlar boshqa tashkilotlardan kechikib keladi. Agar siz pensiyaga may, iyun yoki iyul oyida chiqqan bo'lsangiz, avgustdagi to'lovingizni albatta tekshiring. Odatdagi summadan farq bo'lsa, buning sababi nima ekanini aniqlang. Ikkinchidan, uzoq ish stajiga ega bo'lganlar. Masalan, 35 yil, yartim yil ishlagan insonlar bor. Ularning mehnat daftarchasida bir nechta tashkilotlar, turli davrlar, boshqa viloyat yoki tumanlarda ishlagan yillari bo'lishi mumkin. Agar bitta davr hisobga olinmay qolsa ham bu pensiya miqdoriga ta'sir qiladi. Ba'zan 2 yil staj ham pensiyada sezilarli farq berishi mumkin. Ayniqsa ish haqi yaxshi bo'lgan davrlar hisobga olinmagan bo'lsa. Uchinchidan,
o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi yoki nafaqasi olayotgan oilalar. Bu yerda oila tarkibi, farzandlarning yoshi, o'qish holati, nogironlik holati. Marhum o'quvchining ish staji va ish haqi ma'lumotlari ahamiyatli. Masalan, 17 yoshdan oshgan farzand kunduzgi ta'limda o'qiyotgan bo'lsa, u ma'lum shartlar asosida to'lov olish huquqiga ega bo'lishi mumkin. Lekin o'qish joyidan ma'lumotnoma o'z vaqtida topshirilmasa, to'lov to'xtashi yoki kechikishi ehtimoli bor. 4-dan, nogironligi bo'lgan fuqarolar. Nogironlik guruhi, muddati, qayta ko'rik sanasi, tibbiy xulosa ma'lumotlari to'g'ri aks etishi kerak. Agar inson qayta ko'rikdan o'tgan bo'lsa-yu, ma'lumot tizimga vaqtida tushmagan bo'lsa, to'lovda uzilish paydo bo'lishi mumkin. Aksincha, ma'lumot yangilangach, oldingi oylar uchun farq to'lanishi mumkin. 5-dan, 80 yoshga yaqinlashgan yoki 80 yoshdan oshgan pensionerlar. Ayrim hollarda yosh bilan bog'liq qo'shimcha ustamalar. Parvarish bilan bog'liq masalalar yoki boshqa ijtimoiy qo'llab-quvvatlash choralari bo'lishi mumkin. Men har doim aytaman, yosh katta insonning pensiyasini faqat kartaga pul tushdimi deb tekshirish yetarli emas. Farzandlar yoki yaqinlar pensiya miqdori, qo'shimcha to'lovlar, imtiyozlar bo'yicha kamida bir marta pensiya jamg'armasi bo'limidan aniqlashtirib olish kerak. Endi men sizlarga bir nechta hayotiy misollar orqali tushuntiraman. Tasavvur qiling, Toshkent viloyatida yashovchi Anvar aka 2024 yil boshida yoshga doir pensiyaga chiqqan. U 32 yil ishlagan, lekin 1990 yillardagi bir korxonada ishlagan, 4 yillik davri mehnat daftarchasida bor bo'lsa ham elektron ma'lumotlarda to'liq tasdiqlanmagan. Pensiya tayinlanganda unga 27 ming so'm belgilangan. Keyin arxivdan ma'lumot topilgan, ish staji tasdiqlangan. Qayta hisoblashdan keyin pensiya 1 million 570 ming so'mga oshgan. Farq oyga 20 ming so'm. Agar bu farq 3 oy uchun hisoblangan bo'lsa, Anvar aka avgustda odatdagi pensiyasidan tashqari 360 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu odam uchun katta yordam. Dori-darmon, kommunal to'lov yoki oziq-ovqat xarajatiga ishlatiladi. Ikkinchi misol. Samarqandda yashovchi Malika opa o'quvchisini yo'qotganlik pensiyasi oladi. Turmush o'rtog'i vafot etgan. 2 farzandi bor. Katta farzandi 15 yoshga to'lgan, lekin kollej yoki universitetda kunduzgi ta'limda o'qishni davom ettirmoqda. Agar o'qish ma'lumotnomasi vaqtida taqdim etilsa, to'lov davom etishi mumkin. Agar hujjat kechiksa, 1 oy to'lov kamayib qolishi ehtimoli bor. Keyin ma'lumotnoma topshirilgach, oldingi davr uchun qayta hisob-kitob qilinishi mumkin. Natijada avgust oyida oila odatdagidan ko'proq summa oladi. Lekin buning uchun hujjat to'g'ri va vaqtida topshirilgan bo'lishi shart. 3-misol. Farg'onada yashovchi Rustam aka nogironlik pensiyasi oladi. U qayta ko'rikdan o'tgan, guruhi tasdiqlangan. Ammo hujjat elektron tizimga kechroq tushgan. 1 oy davomida u xavotirda bo'lgan. Pensiyam to'xtab qolmaydimi deb o'ylagan. Keyin ma'lumot yangilangan, to'lov tiklangan va farq summasi bilan birga kelgan. Bunday holatda odam vahimaga tushmasligi kerak, lekin jim ham o'tirmasligi kerak. Tibbiy xulosa, shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya guvohnomasi yoki tegishli ma'lumotlar bilan bo'limga murojaat qilish zarur. 4-misol. Qashqadaryoda yashovchi Gulnora opa pensiya oladi, lekin ishlashda davom etgan. Ishlayotgan pensionerlarning holatida ham ayrim ma'lumotlar muhim bo'lishi mumkin. Agar ish beruvchi sug'urta badallari yoki mehnat faoliyati bo'yicha ma'lumotlarni to'g'ri kiritmasa, keyinchalik hisob-kitobda savol tug'iladi. Shuning uchun ishlayotgan pensioner o'z ish joyidagi kadrlar bo'limi va buxgalteriyadan ma'lumotlarning to'g'ri yuritilayotganini va elektron bazalarda aks etayotganini tekshirtirishi foydali. Endi muhim savol. Kimlar ortiqcha xavotir olmasligi mumkin? Agar sizning pensiyangiz har oy bir xil tartibda tushayotgan bo'lsa, siz yaqinda yangi hujjat topshirmagan bo'lsangiz, ish staji bo'yicha bahsli davrlar bo'lmasa, nogironlik guruhi yoki oila tarkibida o'zgarish bo'lmasa, to'lov sanasi va summa odatdagidek bo'lsa, unda katta xavotirga asos yo'q. Lekin baribir yiliga kamida 1 marta pensiya hisob-kitobini tekshirtirish zarar qilmaydi. Agar kartaga pul bir necha kun kech tushsa ham, bu darhol pensiya bekor bo'ldi degani emas. Ba'zan bank texnik ishlari, plastik karta muddati, pochta jadvali, bayram kunlari, dam olish kunlari yoki to'lov reyestri bilan bog'liq kechikishlar bo'lishi mumkin. Lekin kechikish cho'zilsa, masalan, odatdagi sanadan 5-7 kun o'tib ham pul tushmasa, unda albatta aniqlashtirish kerak. Yana bir narsani bilib qo'ying.
kartangiz muddati tugagan bo'lsa, bank hisobingiz bloklangan bo'lsa, familiya yoki pasport ma'lumotlari o'zgargan bo'lsa, bu ham to'lovga ta'sir qilishi mumkin. Masalan, ayol kishi familiyasini o'zgartirgan, yangi pasport olgan, lekin bank va pensiya jamg'armasida ma'lumotlar yangilanmagan. Natijada to'lovda muammo chiqadi. Bunday holatda pensiya miqdori bilan bog'liq emas, hujjat mosligi bilan bog'liq masala yuzaga keladi. Endi ko'pchilik bilmaydigan nozik jihatlarga o'tamiz. Birinchi nozik jihat: qo'shimcha pul tushsa, darhol uni xato tushdi yoki hamma olarkan deb o'ylamang. Eng to'g'ri yo'l sababini aniqlash. Chunki ba'zan qo'shimcha summa qayta hisob-kitob natijasi bo'ladi. Ba'zan oldingi oylar uchun farq bo'ladi. Ba'zan esa bir martalik to'lov bo'lishi mumkin. Har birining huquqiy asosi boshqa. Ikkinchi nozik jihat: agar sizga ortiqcha to'lov xato hisob-kitob sababli tushgan bo'lsa, keyin uni qaytarish masalasi paydo bo'lishi mumkin. Shuning uchun katta miqdorda odatdagidan farqli summa tushsa, men har doim maslahat beraman. Avval pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limidan izoh oling. Mening kartamga falon summa tushdi. Bu qaysi asos bo'yicha deb so'rang. Bu oddiy savol. Lekin keyinchalik muammolarning oldini oladi. Uchinchi nozik jihat: ayrim odamlar pensiya masalasida faqat telefon orqali so'rash bilan cheklanadi. Telefon orqali umumiy ma'lumot berilishi mumkin, lekin murakkab holatda yozma murojaat kuchliroq. Chunki yozma murojaat ro'yxatga olinadi, unga javob berilishi kerak. Agar siz stajingiz hisobga olinmagan deb o'ylasangiz, menga tushuntiring deb og'zaki so'rash bilan cheklanmang. Ariza yozing, hujjat nusxalarini ilova qiling. Javobni rasmiy oling. To'rtinchi nozik jihat: eski ish joylari yopilib ketgan bo'lsa ham, bu stajni tasdiqlash imkonsiz degani emas. Arxivlar bor, hujjat saqlangan bo'lishi mumkin. Sud tartibida tasdiqlash imkoniyati ham ayrim holatlarda qo'llanadi. Masalan, korxona tugatilgan, lekin arxivda buyruqlar, ish haqi vedomoslari, shaxsiy kartochkalar yoki boshqa hujjatlar saqlangan bo'lishi mumkin. Shu sababli korxona yo'q, demak staj ham yo'q deb qo'l siltamang. Beshinchi nozik jihat: pensiya miqdoriga faqat staj emas, ish haqi ma'lumotlari ham ta'sir qiladi. Ba'zi odamlar men 4 yil ishlaganman, nega pensiyam kam deb so'raydi. Bu savol o'rinli, lekin javob faqat stajda emas. Qaysi yillarning ish haqi hisobga olingan, rasmiy oylik qancha bo'lgan, hujjatda qanday ko'rsatilgan, ba'zida qanday aks etgan, bularning hammasi ahamiyatli. 6-chi nozik jihat: imtiyozli pensiya masalasi. Ba'zi kasblar, zararli mehnat sharoiti, og'ir ishlar yoki alohida toifadagi fuqarolar uchun imtiyozlar bo'lishi mumkin. Lekin imtiyoz avtomatik tarzda hamma uchun qo'llanmaydi. Ish joyi, lavozim nomi, mehnat sharoiti va tasdiqlovchi hujjatlar to'g'ri bo'lishi kerak. Masalan, odam haqiqatan ham zararli sharoitda ishlagan, lekin lavozim nomi hujjatda noto'g'ri yozilgan bo'lsa, keyin isbotlash qiyinlashadi. Endi eng muhim qism: siz nima qilishingiz kerak? Men buni oddiy qadamlar bilan tushuntiraman. Birinchi qadam: avgust oyidagi to'lovni tekshiring. Kartangizga qancha pul tushganini ko'ring. Oldingi oylar bilan solishtiring. Masalan, iyunda 1.300.000, iyulda 1.300.000, avgustda esa 1.300.000 tushgan bo'lsa, farq 3.000 so'm. Bu farqning sababi nima? Qayta hisoblashmi, ustamami? Oldingi oylar uchun to'lovmi yoki boshqa sababni aniqlang. Ikkinchi qadam: bank ilovasidagi yoki SMS xabardagi summani saqlab qo'ying. Bu hujjat emas deb ko'rinishi mumkin. Lekin keyin tushuntirish so'raganda sanani va summani aniq aytishingizga yordam beradi. Agar pochta orqali olsangiz, to'lov varaqasi yoki kvittansiyani saqlang. 3-qadam: pensiya jamg'armasining tuman yoki shahar bo'limiga murojaat qiling. O'zingiz borishingiz mumkin, yaqin qarindoshingiz yordam berishi mumkin. Ayrim xizmatlar elektron tarzda ham ko'rsatilishi mumkin. Murojaatda aniq yozing: mening avgust oyidagi pensiya to'lovim oldingi oylardan farq qildi. Ushbu farq qaysi asosda hisoblanganini tushuntirib berishingizni so'rayman. Agar pensiya kam tushgan bo'lsa, ham xuddi shunday yozing. 4-qadam: hujjatlarni tayyorlang. Odatda shaxsni tasdiqlovchi hujjat, pensiya hujjatlari, mehnat daftarchasi nusxasi, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa, o'qish joyidan ma'lumotnoma, oila tarkibi yoki boquvchisini yo'qotganlikni tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir holatda hujjat ro'yxati farq qiladi. Shuning uchun avval bo'limdan aniqlashtirib oling. 5-qadam: ish stajingizni tekshiring.
Ayniqsa eski yillarda ishlagan bo'lsangiz, mehnat daftarchangizdagi barcha yozuvlar o'qilishi, muhrlar, buyruq raqamlari ishga kirgan va ishdan bo'shagan sanalar to'g'ri bo'lishi kerak. Agar yozuv xira bo'lsa, tashkilot nomi o'zgargan bo'lsa yoki muhr tushunarsiz bo'lsa, arxiv ma'lumoti kerak bo'lishi mumkin. 6-qadam, qarindoshingizning pensiyasini ham tekshiring. Ko'pincha yoshi katta ota-onalar kartaga qancha tushgani farzandlariga aytmaydi yoki farqni sezmaydi. Men amaliyotda shuni ko'p ko'raman. Pensioner 6 oy davomida kamroq pul olib yurgan, lekin nega kamligini so'ramagan. Keyin farzandi tekshirsa, hujjat yangilanmagani yoki ma'lumot yetishmagani ma'lum bo'ladi. Shuning uchun ota-onangiz, buvingiz, bobongizning to'lovlarini hurmat bilan tushuntirib, birga tekshirib qo'ying. 7-qadam. Yozma javob oling. Agar sizga og'zaki hammasi joyida deyishsa, lekin sizda shubha qolsa, yozma javob so'rang. Yozma javobda pensiya miqdori qanday hisoblangani, qaysi staj inobatga olingani, qaysi asoslar qo'llangani ko'rsatilishi mumkin. Bu keyingi murojaatlar uchun muhim. 8-qadam. Shoshilinch xulosa qilmang. Ijtimoiy tarmoqlarda hamma falon pul olarkan, avgustda hammaga qo'shimcha berilarkan. Arza yozmagan ololmaydi degan gaplar ko'payadi. Men sizlarga ekspert sifatida aytaman. Har bir xabarni rasmiy manba orqali tekshiring. Pensiya jamg'armasi, davlat xizmatlari, mahalla, bank yoki tegishli idoradan tasdiqlanmagan ma'lumotga qarab harakat qilmang. Agar siz arza yozmoqchi bo'lsangiz, juda murakkab qilib yozish shart emas. Mazmun aniq bo'lsin. Masalan, shunday yozish mumkin. Men falonchi yoshga doir pensiya olaman. Avgust oyida pensiya to'lovim oldingi oylardan farqli miqdorda tushdi. Ushbu farqning sababi pensiyam qayta hisoblanmagani. Qaysi davr uchun qo'shimcha to'lov amalga oshirilgani haqida yozma ma'lumot berishingizni so'rayman. Agar pensiyangiz kam tushgan bo'lsa, avgust oyida pensiya to'lovim odatdagidan kam miqdorda tushdi. Kamayish sababi ushlab qolish mavjud bo'lsa, uning asosi to'lov to'liq amalga oshirilmagan bo'lsa, qachon to'lanishi haqida ma'lumot berishingizni so'rayman deb yozing. Bu oddiy, lekin huquqiy jihatdan aniq murojaat bo'ladi. Agar staj bo'yicha murojaat qilsangiz, arizada qaysi yillar haqida gap ketayotganini ko'rsating. Masalan, 1900 yildan 1992 yilgacha falon korxonada ishlagan davrim pensiya hisob kitobida inobatga olinmaganini tekshirib berishingizni so'rayman. Hujjatlaringiz bo'lsa, nusxasini ilova qiling. Asl hujjatlarni topshirishda ehtiyot bo'ling. Kerak bo'lsa, nusxa qoldiring va qabul qilinganini tasdiqlovchi belgi oling. Demak, avgust oyida pensiya jamg'armasidan keladigan yoqimli syurpriz deganda, eng avvalo ayrim fuqarolarga pensiya qayta hisob kitobi, oldingi oylar uchun farq summasi, hujjatlar yangilanishi yoki imtiyozlar to'g'ri qo'llanishi natijada qo'shimcha pul tushishi mumkinligini tushunish kerak. Lekin bu hammaga bir xil beriladigan oddiy sovg'a emas. Har bir insonning holati alohida ko'riladi. Men sizlarga asosiy maslahatni yana bir bor aytaman. Avgustdagi to'lovni oldingi oylar bilan solishtiring. Farq bo'lsa sababini aniqlang. Hujjatlaringizni tartibga keltiring. Kerak bo'lsa yozma murojaat qiling. Ayniqsa yoshi katta ota-onangizning pensiyasini tekshirib qo'ying. Chunki ular ko'pincha o'z huquqini talab qilishga tortinadi yoki qayerga murojaat qilishni bilmaydi. Sizda avgust oyida pensiya yoki nafaqa summasi o'zgardimi? Odatdagidan ko'proq tushdimi yoki aksincha kamaydimi? Izohlarda albatta yozing. Boshqa tomoshabinlar ham real holatlarni ko'rib, o'ziga xulosa chiqaradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga yuboring. Chunki pensiya masalasida vaqtida bilgan odam yutadi. Beparvo bo'lgan odam esa o'ziga tegishli pulni kechiktirib olishi mumkin.